Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, abituriyentlar va ularning ota-onalari. Xo'p, bugun sizlar bilan kelinlar unda 2025-yil qanday o'qishga kirilyapti, ularni sroklari, qachondan qachongacha grantlar bor va qachondan qachongacha kontraktlar bor. Shular haqida gaplashamiz. Ko'pchilik bilmasa kerak, keyingi yildan уже o'qishga kirish sistemasi ozroq o'zgaradi. Через gossuvga bo'ladi. Shuning uchun biz sizlarga maslahat bergan bo'lardik bu yil o'qishga kirishlaringni. Buni keyingi yillarga yordam emas, просто keyingi yillar уже ozroq boshqacharoq bo'ladi o'qishga kirish. Bu yil imенно o'sha yil siz qachon xohlab yurganingizni va o'qishga kiraman deb yurgan bo'lsangiz, mana shu yil eng zo'r vaqt. Hop, biz hozir sizlarga video davomida o'qishga kirishi, sroklari va qanday hujjatlar kerak bo'lishi hammasini tushuntirib beramiz. Hop, men sizlarga hozir imенно 2-3 etap bilan tushuntirishga harakat qilaman. O'qishga kirishi bu birinchisi bu qabul vaqti, sizlar priyoni. Hop, shunaqa universitetlar bor, imенно ular qishin yozda o'qishga qabul qiladi, imенно yoki byudjetga yoki kontraktga. Shunaqa universitetlar bo'ladi, misol uchun dekabrdan boshlab уже юридический, tamojen shunaqa yo'nalishlarga qabul ochib berish degan byudjetga. Siz o'zingiz borsangiz, siz o'zingizga yo'q deyish mumkin, priyon firma orqali topshirishingizga iloj bo'ladi. Hop, yana bir xil universitetlar bor, где-то уже 2-fevraldan boshlanadi. Priyonlarimiz meditsinaga boshlangan o'zi priyonimizning byudjeti yoki kontraktga, katta shaharlarga. Shuning uchun ulgurib qolishlarni maslahat beraman. Keyingisi bir xil universitetlar bor, 20-iyundan boshlanadi byudjet joylari davlat standarti bo'yicha. Xo'p, bizlarni mana ertaga 5-6 may kuni o'sha birinchi imtihonlar qo'yib berishadi. Bolalar bor topshiradi. Xudo xohlasa 5-6 kuni bu videoni biz albatta joylaymiz sizlar uchun. O'zlaring ko'rib baho berishingiz mumkin bu videoga. Hop, endi men sizlarga kontrakt hamda byudjet haqida qisqacha ma'lumot beraman. Kontraktga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, bu 100% yo'nalishlardan 98%dagina bor, 2%dan so'yichi bo'lmaydi. Kontrakt joylari shunaqa yo'nalishlar bor, faqatgina byudjetga qabul qilishadi o'qishga. Kontrakt umuman bo'lmaydi. 10 ta joy ajratilgan butun universitet bo'yicha soha bo'yicha va faqatgina byudjet, kontraktga joy bo'lmaydi. Byudjetga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, 100% yo'nalishlardan 60-70% ichida shu yo'nalishlarni byudjet bo'ladi. Qanaqa yo'nalishlarga umuman byudjet yo'q, faqat kontrakt asosida o'qiy olasiz. Endi определенно o'zingizni qiziqishidan kelib chiqib ko'rishga. Xo'p, естественно, texnik yo'nalishlarda byudjet joylari ko'proq, gumanitar hisoblanadi, byudjet joylari kamroq bo'ladi. Chunki davlat xohlaydi sizlar shu injener shunaqa sohalarga borib o'qishlaring. Xo'p, va eng muhimi hozir kontraktga qanaqa sizlarga hujjatlar kerak bo'ladi o'qishga kirish uchun va grantga qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi o'qishga kirish uchun. Kontraktga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, hammada hozir zagrant pasport bor. Agar bo'lmasa olish kerak bo'ladi zagrant pasport va o'rta ta'limni tugatganligingiz haqidagi guvohnoma yoki shahodatnoma yoki diplom, kollej diplom bo'ladi, qanday o'qishgan bo'ladi. Xo'p, yoki bunaqa aytishadi 11-klassda, 11-sinf tugatganingizda yoki mana bu elektron hozirgi yosh pakaningda berilayotgan elektron shahodatnoma. Uni salomat tashlaysiz. Xo'p, mana shu narsalar kerak bo'ladi. O'qishga kirishlaring uchun meni kontraktga, bu kontrakt uchun. Siz agar grantga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda shu pasportni va o'rta maxsus shu kollej yoki maktablar attestati yoki diplomi va eng muhimi shu joyga sharoitga bo'lasizlar. Vatandosh maqomi degan narsa. Bu nima? Sizni tug'ilgan haqingizdagi guvohnoma, bu dokumentdan tashqari va sizni otangizni pasportlari yoki onangizni pasportlari va ularning tug'ilgani haqidagi guvohnomalari. Agar siz SSR vaqtida tug'ilgan bo'lsangiz, ya'ni 90-yilda oldin tug'ilgan bo'lsangiz, 89-yil, 88-yil sizga bu narsa kerak emas. Sizdan faqat pasport va netlarga talab qilinadi xolos. Agar siz yosh pakanlikdan bo'lsangiz agar, olgan hujjatlarim sizni tug'ilganlikdan guvohnomangiz, sizni otangizniki yoki onangizniki pasportlari yoki va tug'ilganlikdan guvohnomalar, metrikalari kerak bo'ladi chiqishga. Chunki bu nima uchun biz sizni
через юрист, как соответственно подписывать qilishingiz kerak. O'shandagina sizni byudjetga o'qishga kirishingiz tasdiqlanadi. Agar u narsani biz qilmasak agar, u sizni hech kim Rossiyada grant o'qishga olib kirmaydi. Xitoyliklar yoki boshqa davlatdan kelayotgan fuqarolarga o'xshab kontraktni siz o'qiysizlar. Qimmatroq bo'lish kontrakti. Xo'p, bugun bu videoda sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar siz o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, shu yil eng oson yillardan biri degan bo'ladi. Keyingi yillar chunki образование o'qishga kirish qiyinroq bo'ladi. Chunki unda tepadagilar просто patent yoki boshqa narsalarga o'xshab almashtirib tashlash olinadi tezroq anavusini, o'sha shartlarni. Keyingi yildan уже boshqacha bo'lishi kutilyapti. Nunda bizning firma usullarimiz oshmashligi mumkin, boshqa qilmasligi mumkin, lekin o'qishga kirish ozroq qiyinlashadi. Bu fakt lekin. Bu videoni o'qishga kirmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yinglar, zora shu sizlar sababchi o'qishga kirsalar, sizlarga ham bizga ham yaxshi. Hop, hammalarga rahmat. Bizlarni kuzatib borishni davom etinglar. Agar sizlarga qiziq bo'lsa agar o'qishga kirish shu videoni tagiga yozib qoldiringlar yoki pastdagi raqamlar orqali bizga bog'laninglar. Biz albatta sizlarga qo'ldan kelgancha yordam beramiz o'qishga kirishlarga.